Bugun tarixiy qadamjolardan biri Xo'jaamon ziyoratgohini ko'rib chiqamiz. Ushbu ziyoratgoh Urgut tumanining Katta Torinjak mahallasida joylashgan. Bu 19-asrda taalluqli obyekt sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan va davlat muhofazasiga. Ziyoratgoh O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2019-yil 4-oktyabrda moddiy madaniy meros ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. Shuningdek, ushbu qadamjoda 1000 yillik tarixga ega ulkan chinorlardan iborat. Ular asrlar davomida o'sib, zamonlarning o'zgarishlariga guvohi bo'lib kelayotgan chinorlar Xo'jaamon ziyoratgohini alohida fayz berib turadi. Shuningdek, ziyoratgohda zilol chashmalar ham mavjud. Bu yerda mahalliy aholi bemalol ichimlik toza suv bilan ta'minlanadi. Xo'jaamon bog' qabrlari shu yerda joylashgan.